Salom, hurmatli tomoshabinlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun men sizning nafaqangizga bevosita ta'sir qiladigan o'zgarishlar haqida gaplashamiz. Bu siz uchun hayotiy muhim ma'lumot. Hozirgi kunda millionlab odamlar bu yangiliklar bilan qanday yashashni bilmayapti. Chalkashliklar ko'p. Ammo xavotir olmang. Men sizga hamma narsani oddiy va tushunarli tilda tushuntiraman. Shunday qilib, agar kelajakdagi nafaqangiz sizni qiziqtirsa, hozirroq kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu ma'lumot har bir fuqaro uchun bebaho. Boshladik. Ko'pchiligimiz uchun nafaqa bu uzoq yillik mehnati evaziga kutilgan dam olish davridagi moliyaviy barqarorlik kafolati. Ammo hozirgi kunga kelib ushbu tizimda jiddiy o'zgarishlar yuz berdi. Nafaqa hisoblash tizimi nisbatan sodda edi. Asosan fuqaroning oxirgi ish joyidagi maoshi va umumiy ish staji hisobga olinar edi. Ya'ni siz umringiz davomida qancha pul ishlaganingizdan qat'iy nazar nafaqaga chiqishdan oldingi oxirgi 5 yoki 10 yildagi eng yuqori maoshlar o'rtachasi va ish stajingiz asosiy omil bo'lib xizmat qilardi. Bu tizimda bir qancha kamchiliklar bor edi. Masalan, ba'zi odamlar nafaqaga chiqish arafasida maoshini sun'iy ravishda oshirishga harakat qilar edilar. Bu esa umumiy adolat prinsipiga zid edi yoki umrining katta qismida yuqori maosh olgan. Ammo oxirgi yillarda past maoshli ishga o'tgan fuqarolarning nafaqasi past bo'lib chiqishi mumkin edi. Bu albatta adolatsizlik edi. Endi esa qaror qabul qilindi va nafaqa tizimi tubdan o'zgartirildi. Yangi tizim yanada shaffofroq va adolatliroq bo'lishga qaratilgan. Asosiy o'zgarish shundaki, nafaqa hisoblashda faqat oxirgi yillardagi maosh emas, balki fuqaroning butun mehnat faoliyati davomida qilgan barcha ijtimoiy ajratmalari va to'langan nafaqa badallari hisobga olinadi. Ya'ni endi har bir fuqaroning shaxsiy nafaqa balli yoki ijtimoiy sug'urta koeffitsiyenti shakllanadi. Bu shuni anglatadiki, sizning har bir oylik maoshingizdan ajratilgan to'lovlar nafaqangizning kelajakdagi miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Agar siz ko'proq to'lasangiz, ko'proq nafaqa olasiz. Agar kamroq to'lasangiz, nafaqangiz ham shunga yarasha bo'ladi. Bu tizim xalqaro tajribada keng qo'llaniladi va uzoq muddatda yanada barqaror hisoblanadi. Yangi tizimning maqsadi mehnatga layoqatli davringizda to'lagan badallaringiz va erishgan mehnat stajingiz o'rtasidagi to'g'ri proporsiyani ta'minlashdir. Bu endi faqat yillar o'tib o'tirish emas, balki har bir ish kuni va undan to'langan har bir so'm uchun mas'uliyatni his qilishni anglatadi. Keling, yangi tizimning eng muhim jihatlarini batafsil ko'rib chiqaylik. Kim xavotirga tushishi kerak va kim uchun bu o'zgarishlar ijobiy bo'lishi mumkin? Avvalo, siz bilishingiz kerak bo'lgan eng muhim narsa bu sizning nafaqangiz endilikda faqatgina ish staji bilan emas, balki nafaqa badallari staji va o'rtacha oylik ish haqi miqdorining murakkabroq formulasiga asoslanib hisoblanishi. Bu shuni anglatadiki, sizning rasmiy ish stajingiz qancha bo'lishidan qat'iy nazar. Agar shu davr mobaynida nafaqa fondiga tegishli ajratmalar o'tkazilmagan bo'lsa, u davr nafaqa hisoblashda to'liq hisobga olinmasligi mumkin. Formula taxminan quyidagicha ishlaydi. Bu soddalashtirilgan model. Nafaqa miqdori, baza nafaqa miqdori, nafaqa badallari koeffitsiyenti, o'rtacha oylik ish haqi nafaqa staji koeffitsiyenti, inflyatsiya indeksi bu yerda. Baza nafaqa miqdori, bu davlat tomonidan kafolatlangan minimal nafaqa miqdori. Nafaqa badallari koeffitsiyenti, bu sizning maoshingizdan har oyda nafaqa fondiga o'tkazilgan summalarning umumiy miqdori va umumiy maoshga nisbatini aks ettiruvchi koeffitsiyent. Agar sizning maoshingizdan muntazam va to'liq ajratmalar o'tkazilgan bo'lsa, bu koeffitsiyent yuqori bo'ladi. O'rtacha oylik ish haqi bu endilikda oxirgi bir necha yil emas, balki mehnat faoliyatingizning istalgan 10 yillik davridagi, masalan, eng yuqori maosh olgan 20 oy ish haqi o'rtachasi bo'lishi mumkin. Bu fuqaroga o'zining eng daromadli davrini tanlash imkoniyatini beradi. Bu esa nisbatan adolatliroqdir. Nafaqa staji koeffitsiyenti bu sizning umumiy rasmiy nafaqa badallari stajingizga asoslangan koeffitsiyent. Har bir yil uchun ma'lum bir ball beriladi. Inflyatsiya indeksi bu nafaqa miqdorini doimiy ravishda inflyatsiyaga moslashtirib borishni ta'minlaydigan mexanizm. Endi esa kim xavotirga tushishi kerak va kim xotirjam bo'lishi mumkinligini tahlil qilaylik. Astrich kim xavotirga tushishi kerak? Biri. Astrich norasmiy ish stajiga ega bo'lganlar. Agar siz umringizning katta qismini norasmiy sektorda ishlagan bo'lsangiz, ya'ni ish beruvchi siz uchun nafaqa fondiga hech qanday ajratmalar o'tkazmagan bo'lsa, sizning holatingiz murakkablashadi. Ilgari hatto norasmiy ishlagan bo'lsangiz ham oxirgi rasmiy ish joyingizdagi maosh va staj hisoblanib,
qandaydir nafaqa olishingiz mumkin edi. Endi esa ajratmalar bo'lmagan davrlar nafaqa hisoblashda deyarli hisobga olinmaydi. Bu esa nafaqa miqdorining sezilarli darajada kamayishiga yoki hatto minimal nafaqaga ham erisha olmasligingizga olib kelishi mumkin. Masalan, 25 yoshli Dilshod opa deylik. U 20 yil rasmiy ish stajiga ega bo'lgan. Ammo keyingi 10 yil davomida bozorlarda norasmiy ishlagan, ya'ni hech qanday ajratma to'lanmagan. Yangi tizimda uning nafaqasi faqatgina 20 yillik staj va shu davrdagi ajratmalar asosida hisoblanadi. Agar uning o'rtacha maoshi ilgari oyiga 2 million so'm bo'lgan bo'lsa va u minimal 25 yil stajga ega bo'lishi kerak bo'lsa, uning nafaqasi kutilgandan ancha past, masalan 9 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Chunki norasmiy ishlagan davrlar uning umumiy nafaqa badallari stajiga kirmaydi. Ikkash ish stajida katta uzilishlarga ega bo'lganlar. Ba'zi sabablarga ko'ra, masalan, chet elda ishlash, farzand tarbiyasi, kasallik va hokazo uzoq muddat rasmiy ish stajiga ega bo'lmagan fuqarolar ham yangi tizimda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Har bir uzilish davri sizning nafaqa badallari koeffitsientingizni pasaytiradi. Aytaylik, 22 yoshli Nodir aka 25 yil davlat ishida ishlagan. So'ngra 15 yil chet elda norasmiy qurilish ishlarida faoliyat yuritgan. Ilgari uning nafaqasi oxirgi rasmiy ishi bo'yicha hisoblanishi mumkin edi. Endi esa chet eldagi norasmiy ishlagan 25 yil hisobga olinmaydi va uning nafaqasi faqatgina 25 yillik rasmiy staji bo'yicha, masalan, 2 million so'm atrofida bo'lishi mumkin. Holbuki agar u doimiy ishlaganida 2 million so'mdan ortiq olishi mumkin edi. Hujjatlari to'liq bo'lmagan yoki yo'qolganlar, ish staji va maosh haqidagi ma'lumotlar nafaqa hisoblashda asosiy rol o'ynaydi. Agar sizning mehnat daftarchangizda yozuvlar tartibsiz bo'lsa, eski korxonalarning hujjatlari yo'qolgan bo'lsa yoki maosh haqidagi ma'lumotnomalarni topish imkonsiz bo'lsa, bu sizning nafaqangizni hisoblashda jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Bunday holatda nafaqa fondi sizning stajingizni va maoshingizni tasdiqlay olmagani uchun nafaqa miqdori minimal darajaga tushishi mumkin. Masalan, 6 yoshli Gulnora xola 3 yildan ortiq stajga ega, ammo u ishlagan korxonalardan ikkitasi bankrot bo'lib yopilgan va hujjatlari arxivga topshirilmagan. Natijada uning 10 yillik staji tasdiqlanmay qolishi mumkin. Bu esa uning nafaqa miqdorini ilk million so'mdan 1-3 million so'mga kamaytirishi ehtimoli bor. Kim xotirjam bo'lishi mumkin? 1. Uzoq muddatli va rasmiy ish stajiga ega bo'lganlar. Agar siz umringiz davomida doimiy ravishda rasmiy ish joylarida ishlagan bo'lsangiz va ish beruvchilar siz uchun barcha ijtimoiy ajratmalarni o'z vaqtida to'lagan bo'lsa, siz uchun bu yangiliklar aksincha ijobiy bo'lishi mumkin. Chunki endi sizning butun mehnat faoliyatingiz davomidagi to'lagan badallaringiz inobatga olinadi. Masalan, 6 yoshli Otabek aka 35 yil rasmiy ish stajiga ega. Har doim o'rtacha 5 million so'm maosh olgan va barcha ajratmalar muntazam to'langan. Ilgari uning nafaqasi oxirgi maoshiga qarab hisoblanardi. Endi esa uning butun mehnat faoliyati davomidagi yig'ilgan ballari va eng yuqori 10 yillik maoshi hisobga olinib, uning nafaqasi 2800 million so'mdan 32 million so'mga oshishi mumkin. Chunki uning to'liq va shaffof mehnat tarixi tizimiga yaxshi mos keladi. Ikkisi yuqori maosh olgan va ko'p badal to'laganlar. Agar sizning maoshingiz doimo yuqori bo'lgan bo'lsa va shunga mutanosib ravishda nafaqa fondiga katta miqdorda ajratmalar o'tkazilgan bo'lsa, sizning nafaqangiz yangi tizimda sezilarli darajada oshishi mumkin. Bu tizim aynan shunday fuqarolarni rag'batlantirishga qaratilgan. Misol uchun, 7 yoshli Javlonbek 30 yil davomida IT sohasida ishlagan. O'rtacha maoshi 6-7 million so'mni tashkil etgan va har doim barcha soliq va badallar to'liq to'langan. Yangi tizimda uning nafaqasi 5 million so'mga yetishi mumkin. Chunki u umrining katta qismida yuqori maosh olib, shunga yarasha katta badallar to'lagan. Ilgari uning nafaqasi yuqori bo'lsa ham, endigi tizim uning haqiqiy hissasi uchun yanada ko'proq mukofot beradi. 30 yangi ish boshlagan yoshlar. Bugun ish boshlayotgan yosh avlod uchun bu tizim juda muhim. Ular o'z kelajakdagi nafaqalari uchun hozirdan mas'uliyatni his qilishlari, norasmiy ishlashdan qochishlari va ish beruvchidan barcha ajratmalar to'lanishini talab qilishlari kerak. Ular har bir yilda to'langan badallar ularning shaxsiy nafaqa bankiga jamg'arilib borishini bilishlari va monitoring qilishlari zarur. Bu ularga uzoq muddatda yuqori nafaqa olish imkonini beradi. Xulosa qilib aytganda, yangi tizimning asosiy g'oyasi bu qancha ekan bo'lsangiz,
shuncha urib olasiz prinsipidir. Endi har bir kishi o'z nafaqasi uchun shaxsan mas'uliyatli bo'lishi kerak. Endi esa yangi nafaqa tizimidagi ba'zi istisnolar, e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan jihatlar va yashirin tuzoqlar haqida batafsil to'xtalib o'tamiz. Bu nuanssiz to'liq rasmga ega bo'la olmaysiz. Asosiy istisnolar 1. Asosiy maxsus toifadagi fuqarolar har doimgidek. Ba'zi fuqarolar toifalari uchun o'ziga xos imtiyozlar va hisoblash tartibi saqlanib qoladi. Bularga nogironligi bo'lgan shaxslar, urush qatnashchilari va mehnat faxriylari Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etishda qatnashganlar. Ba'zi xavfli ishlab chiqarishda ishlaganlar, shuningdek ko'p bolali onalar kiradi. Masalan, 5 va undan ortiq farzandni tarbiyalagan onalar uchun nafaqa yoshi qisqartirilishi va nafaqa stajini hisoblashda ma'lum imtiyozlar qo'llanilishi mumkin. Ular uchun nafaqa hisoblashda nafaqa badallari koeffitsiyenti o'rtacha umumiy koeffitsiyentdan pastroq bo'lsa ham davlat tomonidan qo'shimcha yordam beriladi. Bularning har biri uchun alohida normativ hujjatlar mavjud bo'lib, ularni o'rganish zarur. Agar siz ushbu toifalarga kirsangiz, nafaqa fondidan aniq ma'lumot olishingiz shart. 2. Asqarish muddatidan oldin nafaqaga chiqish. Ba'zi kasb egalari, masalan, konchilar, uchuvchilar va hokazo hamda ayrim sharoitlarda qonun bilan belgilangan stajga ega bo'lgan ayollar uchun muddatdan oldin nafaqaga chiqish imkoniyati saqlanib qoladi. Ammo bu holatda ham nafaqa miqdori endilikda yangi qoidalar asosida hisoblanadi va muddatdan oldin chiqqanlik uchun nafaqa miqdorida ma'lum bir kamayish bo'lishi mumkin, chunki to'liq stajga yetmaganlik e'tiborga olinadi. Siz qancha erta nafaqaga chiqsangiz, nafaqangiz shunchalik past bo'lishi ehtimoli bor. Astas bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi, bo'g'uvchini yo'qotgan oilalar uchun nafaqa tayinlash tartibi ham yangi qoidalar asosida o'zgaradi. Endilikda vafot etgan shaxsning nafaqa badallari, staji va to'lagan ajratmalar miqdori ham ushbu turdagi nafaqa miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Agar boquvchi hayoti davomida rasmiy ishlagan bo'lsa va muntazam badallar to'lagan bo'lsa, uning oilasi yuqoriroq nafaqa olish imkoniga ega bo'ladi. Astash pitfalls, yashirin tuzoqlar. Astash ma'lumotlarning noto'g'ri yoki to'liq emasligi. Nafaqa fondidagi sizning shaxsiy ma'lumotlaringizning noto'g'riligi yoki to'liq emasligi eng katta tuzoq bo'lishi mumkin. Masalan, ish beruvchingiz ilgari sizning ish stajingiz haqidagi ma'lumotlarni noto'g'ri taqdim etgan bo'lishi yoki sizning maoshingizdan ajratmalarni to'liq o'tkazmagan bo'lishi mumkin. Bu holatda sizning nafaqa ballaringiz noto'g'ri hisoblanadi va nafaqangiz kamayishi mumkin. Hozirgi kunda bu ma'lumotlarni raqamlashtirish jarayoni faol olib borilmoqda, ammo inson omilini inkor etib bo'lmaydi. 2. Past inflyatsiyaning ta'siri. Yangi tizimda nafaqa inflyatsiya indeksiga bog'liq bo'lsa-da, ba'zida inflyatsiya nafaqa o'sish sur'atlaridan tezroq bo'lishi mumkin. Bu esa nafaqachilarning xarid qobiliyatini pasaytiradi. Ayniqsa, umrining katta qismida yuqori badallar to'lagan, ammo nafaqaga chiqqandan keyin uzoq yillar o'tgan fuqarolar uchun bu jiddiy muammoga aylanishi mumkin. Davlat bu masalaga alohida e'tibor berishi zarur. Oldingi tizimdan yangi tizimga o'tishdagi o'tish davri muammolari. Hozirda eski tizim bo'yicha ishlagan fuqarolar uchun yangi tizimga o'tishda qanday kompensatsiya mexanizmlari ishlayotganini tushunish muhim. Ba'zida eng yaxshi yillarni hisoblashda eski va yangi qoidalar aralashib ketishi mumkin. Bu esa chalkashliklarni keltirib chiqaradi. Nafaqa fondi xodimlari bu masalada to'liq tushuntirish bera olishlari kerak. Anobies nuanssiz chetda qolish mumkin bo'lgan jihatlar. Dobrovolniy vizonnoslar roli. Endilikda siz nafaqa fondiga ko'ngilli ravishda qo'shimcha badallar to'lashingiz mumkin. Bu ayniqsa bu norasmiy ishlagan yoki ish stajida uzilishlarga ega bo'lgan fuqarolar uchun muhim imkoniyat. Masalan, agar sizning 5 yillik norasmiy ish stajingiz bo'lsa, siz ma'lum miqdorda ko'ngilli badallar to'lab, ushbu davrni rasmiy stajga qo'shishingiz va nafaqa ballaringizni oshirishingiz mumkin. Bu sizning kelajakdagi nafaqangizni sezilarli darajada yaxshilaydi. Bu haqda nafaqa fondidan to'liq ma'lumot olish kerak. 2. Shaxsiy nafaqa hisob varag'ini muntazam tekshirish. Endi har bir fuqaro o'zining shaxsiy nafaqa hisob varag'i holatini muntazam ravishda tekshirib turishi juda muhim. Bu hisob varaqda sizning ishingiz davomida qancha badal to'laganingiz, qancha stajga ega ekanligingiz va qancha nafaqa balli to'plaganingiz aks etadi. Elektron hukumat portali My.Bog'gubuz orqali yoki bevosita Xalq banki filiallarida ushbu ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Bu sizga ertaga kutilmagan
muammolardan qochishga yordam beradi. Har yili, hatto har 6 oyda bir marta tekshirishni odat qiling. Nafaqa qaroriga e'tiroz bildirish tartibi. Agar sizga tayinlangan nafaqa miqdoridan norozi bo'lsangiz yoki sizningcha u noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, sizda bunga e'tiroz bildirish huquqi bor. Dastlab nafaqa fondining yuqori organiga murojaat qilishingiz, so'ngra agar muammo hal bo'lmasa, sudga murojaat qilishingiz mumkin. Bu jarayon uchun boshqa hujjatlar va yuridik yordam kerak bo'lishi mumkin. Nafaqa hisoblanishini kuzatib borish va barcha hujjatlarni tartibda saqlash muhimdir. Xulosa qilib aytganda, yangi tizim ko'plab ijobiy o'zgarishlarni olib kelgan bo'lsa-da, u fuqarolardan yanada faolroq bo'lishni va o'z kelajagi uchun mas'uliyatni chuqurroq his qilishni talab etadi. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Sizga aniq bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Bu har bir fuqaro uchun dolzarb. Yangidan mehnat stajingizni va shaxsiy nafaqa hisob varag'ingizni tekshiring. Bu birinchi eng muhim qadam. Sizning butun mehnat faoliyatingiz davomida yig'ilgan stajingiz va nafaqa fondiga o'tkazilgan badallar miqdori to'g'ri aks ettirilganiga ishonch hosil qilishingiz kerak. Qayerga murojaat qilish kerak? Elektron hukumat portali mypochik.uz. Bu eng qulay va tezkor yo'l. Saytga kirib shaxsiy kabinetingizga o'ting va mehnat faoliyati haqida ma'lumot yoki yig'ilgan nafaqa ballari haqida ma'lumot xizmatini tanlang. Sizning rasmiy ish joylaringiz, stajingiz va o'tkazilgan badallar haqidagi ma'lumotlar aks etadi. Xalq banki filiallari sizga eng yaqin Xalq banki filialiga pasportingiz bilan murojaat qilib, o'zingizning shaxsiy nafaqa hisobvarag'ingiz holati haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Bank xodimlari sizga hisobotni cho'p etib berishlari kerak. Pensiya jamg'armasi bo'limlari agar siz murakkabroq vaziyatga duch kelsangiz yoki mayga Gov.uz orqali ma'lumot topa olmasangiz, yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan murojaat qiling. Nima uchun kerak? Sizning ma'lumotlaringizda xatoliklar, uzilishlar yoki to'liqsizliklar bo'lishi mumkin. Masalan, ish beruvchingiz ma'lum davrda sizning stajingizni pensiya jamg'armasiga taqdim etmagan bo'lishi yoki noto'g'ri ma'lumot bergan bo'lishi mumkin. Bu xatolarni imkon qadar tezroq aniqlash va tuzatish kerak. 2 qadam. Hujjatlaringizni to'plang va tartibga keltiring. Agar sizning shaxsiy hisob varag'ingizda kamchiliklar aniqlansa, siz bu kamchiliklarni isbotlovchi hujjatlarni tayyorlashingiz kerak bo'ladi. Qanday hujjatlar kerak bo'lishi mumkin? Pasport, sizning shaxsingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Mehnat daftarchasi asli va nusxasi, bu sizning ish stajingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Undagi barcha yozuvlarning aniq va to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qiling. Ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish to'g'risidagi buyruqlar nusxalari, agar mehnat daftarchangizda qandaydir uzilishlar yoki yozuvlar yo'q bo'lsa, bu buyruqlar stajingizni tasdiqlashda yordam beradi. Ish haqida ma'lumotnomalar, ayniqsa eng ko'p maosh olgan 10 yillik davringiz bo'yicha har oy uchun maosh miqdorini tasdiqlovchi ma'lumotnomalar. Bu hujjatlar siz ishlagan tashkilotning kadrlar bo'limidan yoki arxivdan olinadi. Agar tashkilot yopilgan bo'lsa, davlat arxiviga murojaat qilish zarur. Nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilish guvohnomalari ayollar uchun. Agar familiyasi o'zgargan bo'lsa yoki ko'p bolali onalarga beriladigan imtiyozlardan foydalanmoqchi bo'lsalar, bu hujjatlar zarur. Harbiy bilet asli va nusxasi, harbiy xizmat davri stajga qo'shiladi. Diplom asli va nusxasi. Oliy ta'lim davri ham ayrim hollarda stajga qo'shilishi mumkin. 3 qadam. Aniqlovchi ma'lumotlarni tuzatish uchun murojaat qiling. Agar sizning ma'lumotlaringizda xatoliklar yoki yetishmovchiliklar aniqlansa, ularni tuzatish uchun tegishli idoralarga murojaat qilishingiz kerak. Qayerga murojaat qilish kerak? Siz ishlagan korxonaning kadrlar bo'limi. Agar kamchiliklar oxirgi yoki hozirgi ish joyingizga oid bo'lsa, tuman, shahar davlat arxivlari. Agar korxona tugatilgan bo'lsa va hujjatlari arxivga topshirilgan bo'lsa, davlat xizmatlari markazlari DXM ba'zi hujjatlarni tiklash yoki ma'lumotnomalar olish uchun. Fuqarolik ishlari bo'yicha sud. Agar sizning stajingizni tasdiqlovchi boshqa hujjatlar topilmasa, sud orqali guvohlar ko'rsatmasi asosida stajni tasdiqlash mumkin. Bu eng oxirgi chora. Siz ariza yozasiz. Unda sizning muammoingizning mohiyatini, aniqlangan kamchiliklarni va ularni tuzatishni so'raysiz. Iloji bo'lsa, tasdiqlovchi hujjatlarning nusxalarini ilova qiling. Ko'r qadam. Ko'ngilli badallar to'lash imkoniyatini o'rganing.
agar sizda rasmiy ish staji yetarli bo'lmasa yoki nafaqa miqdorini oshirishni istasangiz, ko'ngilli badallar to'lash imkoniyatini jiddiy ko'rib chiqing. Asli qayerdan ma'lumot olish kerak? Asli pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling va ko'ngilli ijtimoiy sug'urta badallari haqida ma'lumot so'rang. Ular sizga qaysi davrlar uchun badallar to'lashingiz mumkinligi, miqdori va tartibini tushuntiradilar. Nima uchun kerak? Bu sizga norasmiy ishlagan davrlaringizni rasmiylashtirish va nafaqa ballaringizni oshirish imkonini beradi. Bu ayniqsa nafaqaga yaqinlashib qolgan, ammo staji yetishmayotgan fuqarolar uchun juda foydali bo'lishi mumkin. Astash beqadam mutaxassis maslahatini oling. Agar sizning vaziyatingiz murakkab bo'lsa, bir nechta joyda ishlagan bo'lsangiz, ko'p uzilishlar bo'lsa yoki nafaqa qonunchiligidagi noaniqliklarni tushunmasangiz, mutaxassis yordamidan foydalaning. Astash kimga murojaat qilish kerak? Pensiya jamg'armasi mutaxassisi. Astash ular sizning shaxsiy holatingizni chuqur o'rganib, sizga aniq tavsiyalar berishi mumkin. Astash yurist, agar sudga murojaat qilish zarurati tug'ilsa yoki huquqiy masalalarda yordam kerak bo'lsa, malakali yurist maslahati muhim. 6 qadam. Kelajak uchun reja tuzing. Bu nafaqaga hozirlik ko'rayotganlar uchun ham, hali uzoq bo'lgan yoshlar uchun ham muhim. Rasmiy ishlashga ustuvorlik bering. Har doim rasmiy ish joylarida ishlashga harakat qiling va ish beruvchingiz siz uchun barcha ijtimoiy ajratmalarni to'layotganiga ishonch hosil qiling. Moliyaviy savodxonlikni oshiring. Nafaqangizga qo'shimcha ravishda shaxsiy jamg'armalaringizni ham yaratishni o'rganing. Davlat pensiya tizimi asosiy ta'minotni bersa ham, qo'shimcha moliyaviy zaxira hech qachon zarar qilmaydi. Asosiy o'z huquqlaringizni biling. Nafaqa qonunchiligidagi o'zgarishlarni kuzatib boring va o'z huquqlaringizdan xabardor bo'ling. Aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek, nafaqa tizimidagi bu yangiliklar har birimizga bevosita ta'sir qiladi. Bu o'zgarishlar nafaqat hozirgi nafaqaxo'rlar, balki mehnat faoliyatini endi boshlayotgan yosh avlod uchun ham muhim. Yangi tizim shaffoflik va adolatni ta'minlashga qaratilgan bo'lsa-da, u fuqarolardan mas'uliyatni va faollikni talab qiladi. Shaxsiy mehnat stajingizni, badallaringizni nazorat qilish, hujjatlaringizni tartibga keltirish va o'z huquqlaringizni bilish bu sizning kelajakdagi moliyaviy barqarorligingiz garovidir. Erta harakat qilish ertaga yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni oldini olishga yordam beradi. Umid qilamanki, bugungi video siz uchun foydali bo'ldi va ko'plab savollaringizga javob berdim. Bu ma'lumotni o'zingiz uchun saqlab qoling va yaqinlaringiz bilan ham baham ko'ring. Chunki bu har bir kishiga taalluqli. O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Savollaringiz bo'lsa, ularni ham berishingiz mumkin. Men ularni o'qib, keyingi videolarimda javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Chunki hali ko'plab muhim va foydali ma'lumotlar sizni kutmoqda. Unutmang, bu sizning kelajagingiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.